Assalomu alaykum, qaysizlar? Yaxshimisizlar? 27-may 2025-yil. Matiz MX bor ekan, mana shu mashinani endi oldik. Pulini endi gaplashamiz. Bu Nexia'ni 2 martadan prikladkasi kuyib olib, nadayel qilib bosh og'ritdi. Bor yo'qol Nexia'ni deb turib, Nexia'ni yo'qotdim qarach. Nexia'ni 1.6 yaxshi ekan, Nexia gibrid 1 kopeyka ekan. Nexia'ni 1.6 trambolyorini olsangiz ham gibrid. Новые уведомления. Gibrid 1 tiyin ekan. Endi mana shu mashinani olib xudo xolasa yaxshi kunlarga minsak, xudo xolasa yaxshi bo'lsin. Bizning video faqat esdalik.